Do'ppisini otsin osmonga, ko'zi kulib boqsin samonga, qo'lin dadil uzatsin nonga. Hayot bo'lsa kimning otasi, hayot bo'lsa kimning onasi. Sov qotmaydi qor do'llarda ham, qoqilmaydi tosh yo'llarda ham, turta olmas hech bir muttaham. Hayot bo'lsa kimning otasi, hayot bo'lsa kimning onasi. Xayrli kech hammaga. Bugun inshaalloh yana bir karra Sultonobod diyoridamiz. Parij to'xonasining mag'lay zalidamiz. O'tgan safar ham tabrigimiz shu yerda bo'lgan edi. Mana yurt xalq ko'rib, bu yerdagilarga ham namunam bo'lib, yana bir onajonimizni tabriklashga tashrif buyurdik, xursand qilishga tashrif buyurdik. Bugungi tabrigimiz o'tgan tabriklardan farqli o'laroq, bugun tabriklayotgan odamni kim ekanini bizga aytishni xohlamadilar. Anonimna bo'ldi. G'oyibona tabriklab qo'ysanglar, ko'ngillarni ko'tarib qo'ysanglar dedi. Bugun shu inson nomidan keldik. O'zlari uzoqda ekan, chet elda ekan, shu inson nomidan bugun kelib, Ersibo onajonimizni shukrona kunlari bilan tabrikladik. Bugun inshaalloh 11-yanvar 2024-yil, 2024-yilni tabriklarni boshlab yubordik. Siz ham o'zingiz yaqinlaringizni xursand qiling, tabriklang, ko'ngillarni ko'taring. Har bir inson g'animat, shunday ekan borligida qadriga yetib, ularni ulug'lab boshlariga ko'tarish hammamizga nasib etsin. Kuzatishni, like bosishni, komment yozishni, fikrlar bildirishni esdan chiqarmang. Sizlar har bir fikringiz sizga hech narsa bo'lmasligi mumkin, lekin bizlar uchun juda ham muhim. Shunday ekan kuzatinglar, baho beringlar, qarsaklar bilan qo'llanglar. Biz sizlarni kutamiz, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Otam davlatim, onam jannatim loyihasi. Keling, keyin ko'rishasiz. Mana oldimga keling. Keling. Bugun sizga ko'rishishga vaqt bo'lmaydi. Hurmatli aziz mehmonlar, bugungi shodlikka juda ham ko'p san'atkorlar sizni hurmatingizga tashrif buyurgan. Zero shunday ekan, men davramiz so'riga ajoyib so'z ustasi. Albatta mana shu yerda Chimkent shaharlarini suxandonlarni bir ustozi desak ham bo'ladi. Otam davlatim, onam jannatim nomli tadbirning direktori hurmatli akamiz Sardarxon Akmalxonovichni davramiz so'riga taklif qilaman. Bitta qarshi javob qo'yasizlar. Keling. So'zlari bag'riga otilsam hidlari. Qarsaklar bo'lsin, hurmatli aziz mehmonlar. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum bugungi xursandchilikni aziz va qadrli mehmonlari, barchalarga xush kelibsizlar deymiz. Bugun hammamizni mana shu yerga jam bo'lishimizga sababchi bo'lgan inson Ersibo onamizni tabriklash uchun, xursand qilish uchun, ko'ngillarni ko'tarish uchun tashrif buyurganmiz. Sizlar ham mana shu maqsad bilan tashrif buyurgan bo'lsanglar, kelinglar onajonimizni qo'llab-quvvatlab, bugungi xursandchilik kunlari bilan tabriklab, qo'linglar bo'sh bo'lsa, bitta chiroyli va mehrli qarsak chalib qo'ysanglar. Yana bir kar assalomu alaykum Ersibo opa, bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizni tabriklashga keldik, xursand qilishga keldik, ko'nglingizni ko'tarishga keldik. Faqat bitta savolim bor. Bilasizmi kim nomidan kelganimizni? Topingchi. O'g'lim balki. Yana kimingiz bo'lishi mumkin? Siz eng yaqin insonlaringiz ekan. Bilmasa, yaqin insonlarim juda ko'p bilmadim. To'g'ri. Bitta qarsak chalib qo'ysanglar bo'ladi azizlar. To'g'risini aytadigan bo'lsak, bu insonning ismlarini ham bizga aytishni ham o'zlari xohlamadi, lekin sizni eng yaqin insoningiz ekan, singlingiz ekan. Uzoqda bo'lishlariga qaramasdan sizni tabrikladi. Yaqin insoningiz desangiz o'zlari biladi, ichi-ichidan sezadi dedi. Ilohim meni baxtimga opajonim sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bugun opam tug'ilgan kunlarda xursand qilmoqchi edim, o'zim borib tabriklamoqchi edim, lekin ming afsus o'zim uzoqda bo'lganim uchun bugun meni nomimdan yurak tubidagi eng yaxshi niyatlarni, tilaklarni ana shu Ersibo opajonimga izhor qilib qo'ysangiz, meni baxtimga hamisha sog' bo'lsin. Shunday inson bilan Alloh to'qnashtirganiga shukrlar aytaman. Sababi hayotda har xil vaziyatlar bo'lar ekan. Qiyinchilik kunlarimda, boshimga sinovli kunlar kelgan paytda menga dalda bo'lgan, menga nasihat qo'y bo'lgan inson bugun tug'ilgan kunlarini nishonlayapti. Meni baxtimga hamisha sog' bo'lsin deb sizni tabriklayapti va shu o'rinda dunyodagi eng chiroyli gullarni ana shu singlingiz nomidan sizga taqdim etamiz. Sizlar esa azizlar chiroyli qarsaklar bilan qo'llab turasizlar. Marhamat. Tan joningiz sog' bo'lsin. Albatta yetkazib qo'yamiz.
gullarday ochilib sochilib yurishlarini xohlayman. Hech qachon ko'zlaridan alam yoshlari chiqmasin. Faqat va faqat kulib yurishlarini xohlayman. Farzandlarini, nabiralarini rohatda, huzur halovatda ko'rishlarini xohlayman. Sababi bu inson bunga loyiq inson. Mani opajonim eng yaxshisiga, eng chiroylisiga, eng zo'riga loyiq inson. Hayot quvonch va tashvishlar bilan to'la bo'lar ekan. Lekin mani opajonim hayoti quvonchdan ko'ra tashvishlarga to'la bo'ldi. Qiyinchilik kunlari bilan, uyqusiz tunlari bilan, hasratli kunlari bilan qancha qiyinchiliklarni boshidan o'tkazdi. Yosh paytida yolg'iz boshi bilan farzandlarini katta qildi, voyaga yetkazdi, lekin ming shukr farzandlari onasi bergan tarbiyalarini yuzaga chiqarib boshlarida olib yurishadi. Har doim hurmatlarini joyiga qo'yadi. Ilohim, mana baxtimga opajonim sog' bo'lsin. Farzandlarini baxtiga sog' bo'lsin. Onam baxtiga farzandlari sog' bo'lsin deb sizga yaxshi niyatlarni izhor qilyapti. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Chin yurakdan sizni tabriklaymiz. O'g'illari, farzandlarini ham ismlarini aytib ketsangiz deganda shunday ekan. Shavkat akamiz, go'zal kelinlaringiz, Shahrizoda qizingiz, Alibek kuyovlaringiz va kenjatoyingiz, erkatoyingiz Ahmad ukamiz, Durdona kelinlaringiz nomidan sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Mana shu chalinayotgan qarsiylarni hammasi bugun siz hurmatingizga. Vijdonin sotganlar yig'lamaganda, gunohga botganlar yig'lamaganda, birovni yig'latib rohatlar qilib diydasi qotganlar yig'lamaganda, o'zingiz aytganda turib mardona, siz nega yig'laysiz? Yig'lamang ona. Yig'lamang mo'nisim sadqai ko'z yosh, bandasiga yolg'on yaratganga fosh. Sochingizni bitta tolasiga dunyo arzimaydi, dunyo bag'ri tosh. Tirnalgan qalbimni tig'lamang ona, siz nega yig'laysiz? Yig'lamang ona. Yuzimga yarashgan kulguvchim bo'lib, suyanguvchim bo'lib, suyguvchim bo'lib edingiz-ku, nega egi qaddingiz? Yiqilsam turg'izib qo'yg'uvchi bo'lib, tirnalgan qalbimni tig'lamang ona, siz nega yig'laysiz? Yig'lamang ona. Umrim fayzi ko'pdir o'zingiz bilan, nokasga tik boqing ko'zingiz bilan. Kun kelib mana siz faxrlanyapsiz, o'g'illaringiz Shavkatjondek, Ahmadjondek o'g'illar bilan. Tirnalgan qalbimni tig'lamang ona, siz nega yig'laysiz? Yig'lamang ona. Irsbonajon, ko'zingizda hech qachon alam yoshlari chiqmasin. Yig'lasangiz ham faqat quvonchdan va sevinchdan yig'lab bering. Ilohim, nabira suyganda, evara suyganda faqat hayotingiz har bir kuni, har bir soniyasi mana shu quvonchli kunlarga boy bo'lsin. Mana ko'zini oq qoralari bo'lgan farzandlari chiroyli qilib tabriklayapti. Saramni chiroyli qarsiylar bilan tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Bir parcha jonidan mening tan joningiz sog' bo'lsin. Baxtingizga mana shu yoningizda dalda bo'lib turgan farzandlaringiz sog' bo'lsin. Endi onam tabriklagandan keyin mana shuncha yillarni tashvishlarni bugun inshaalloh mana 60:00 ga yengan kuningizda endi, to'g'rimi? Ilohim tan joningiz sog' bo'lsin. Yillari o'tkazgan, boshda o'tgan qiyinchiliklarni eslab ko'zingizga yosh olyapsiz. Endi faqat yaxshilik kunlarini eslab yig'lang, Xudo xolasa. Kirishimdan oldin o'g'illaringiz bilan ham gaplashdim. Ahmadjon yaxshi ukam bo'ladi, Shavkat akamizni taniymiz. O'zi bizlar aytdimmi, bizlarga g'oyibona tabriklab kelinglar deb aytishgandi. Kelgandan keyin o'zimiznikilar ekan deb tanib qoldik. Ilohim tan joningiz sog' bo'lsin. O'stirgan farzandlaringizni rohatini ko'ring. Inshaalloh mana shu o'g'illaringiz bilan Allohning bayti bo'lgan Makka va Madinalarga borib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ravzalarga kirib, salomlar aytib, namozlar o'qib, farzandlar haqqiga, elimiz, yurtimiz haqqiga duolar qilish sizga nasib qilsin. Hojona bo'lish sizga nasib qilsin. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Chin yurakdan sizni tabriklaymiz va yana bir karra mana shu qarsiylarni hammasini bugun sizga yo'llab qolamiz. Azizlar, chiroyli qarsiylar bilan qo'llab turasizlar onajonimizni. Tan joningiz sog' bo'lsin. Qanaqa niyatlaringiz bo'lsa hammasi amalga oshsin. Niyatlaringiz hech qachon armon bo'lib qolmasin, ilohim.
Orzularingiz armon bo'lib qolmasin. Tan joningiz sog' bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Tan joningiz sog' bo'lsin. Mana opajonim farzandlarini mehribon oyijonimiz yoshligidan halol mehnat bilan, peshona ter bilan bolalarni katta qildi. Mana 23 yildirki farzandlariga ham ota, ham ona bo'lib, to'ylarda ham yolg'iz boshi bilan o'zi bosh-qosh bo'lib to'ylarni o'tkazdi. Bugun kunda nabira suyyapti. Farzandlarni katta qilganlari yetmaganda bugun endi ularni bolalarini ham tizzalarida o'tkazib katta qilyapti. Bunaqa inson dunyoda kam. Haqiqatan ham sabrda, matonatda, bardoshda tengi yo'q inson ekan. Alloh bardoshiga qarab, hammasini o'zini sabriga qarab sinov berar ekan. Shuncha sinovli kunlarni boshingizda o'tkazibsiz. Endi faqat quvonchli kunlarni o'tkazing. Endi o'zingiz uchun yashaydigan payt yetib kelgan ekan, hech qachon og'rimang, hech qachon xasta bo'lmang. Faqat kulib yuring. Farzandlarni baxtiga sog' bo'ling, nabiralaringizni baxtiga sog' bo'ling. Hali ularning to'ylarida ham bosh-qosh bo'lib, oppoq ro'mollarni yelkalaringizga tashlab olib, xojona bo'lib duolar qilishingiz kerak. Xudo xolasa, ilohim farzandlarni baxtiga sog' bo'ling. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Chin yurakdan sizni tabriklaymiz. Va navbatdagi misralarni ana shu uzoqdagi sizni eng yaqin insoningiz va barcha farzandlaringiz nomidan sizga yo'llab qolamiz. Qarshi shor qo'ylar shu singillariga uzoqdagi. Nur ziyoga to'la koshonam. Baxt iqbolga yordir peshonam. Mehribonim, mo'niz parvonam. Baxtimga siz ko'p yashang onam. Hech kimsadan qilmasmangina. Siz bor, ko'ksi tog'dir kamina. Har so'zingiz hikmat xazina. Baxtimga siz ko'p yashang onam. Iymonim bud, ezgu tilakcham. Duo olib kam bo'lmadim kam. Sizlar yorug' dunyolarim ham. Baxtimga siz ko'p yashang onam. Mehringizdan to'lib toshar qalb. She'rlar bitay, men sizga atab. Kasal bo'lmang dilimni o'rtab. Baxtimga siz ko'p yashang onam. Nurga belab qalbim qo'rini, yuvib har dam yuzim sho'rini, bezab har chog' uyim to'rini. Baxtimga siz ko'p yashang onam. Yuzga kirib hassasiz yuring, farishtadek yonimda turing. Farzandlar, nabiralar, evaralar to'ylarin ko'ring. Baxtimga siz ko'p yashang onam deb onamga yaxshi niyatlarni izhor qilamiz sizlar. Tan joningiz sog' bo'lsin. Chin yurakdan sizni tabriklaymiz. Bugun aytilgan va aytiladigan hamma yaxshi niyatlarimiz siz uchun. Endi vaqt g'animat bo'lgani uchun ana shu yaqinlaringizni qalbidagi, yuragidagi eng yaxshi niyatlarni sizga yetkazishga harakat qildik. Tan joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Mana opajonim halol mehnat bilan farzandlarni katta qildi. Umri davomida halol mehnat bilan o'tdi. Eng pastki pog'onalardan asta-sekinlik bilan halol mehnat bilan shu darajaga yetkazgan inson. Farzandlarni ham shunaqa to'g'ri tarbiyalagan inson. Mani baxtimga hamisha sog' bo'lsin. Ana endi halol mehnat qilgan qo'llari faqat tillo taqinchoqlar bilan bezanib tursin deb bugun singillari azizlar chiroyli sovg'alar yuborgan. Shuni ekan chiroyli qarsaklar bilan qo'llab qo'yasizlar. Ahmadjon keling yordamlashaverasiz. Oyijoningizni qo'llariga chiroyli qilib mana shu tillo uzuklarni o'zingiz taqib qo'yasiz. Tozasidan, originalidan dedi. Ilohim tan joningiz sog' bo'lsin. Siz bunga loyiqsiz. Qarsaklar bilan qo'llab tursanglar bo'ladi. O'rninglardan turib bitta qarshi shop qo'yinglar, Irsibonam hurmatiga. O'rninglardan turib bitta qarshi shop qo'ysanglar bo'ladi. Quchoqlab tabriklab qo'ysangiz ham bo'ladi, Ahmadjon. Yetsada baribir g'am emas. Onam bor, hal bo'lar har ishim. Omadim hech kimdan kam emas. Tan joningiz sog' bo'lsin. Bugun yig'ilgan mehmonlarga, bizlarni uzoqda g'aybona kuzatayotgan yaqinlaringizga, farzandingiz ham bugungi kunda uzoqda ekan, ilohim tan jonlari sog' bo'lsin. Aytadigan yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, mana ular ekran ortida sizni ko'rib turibdi. Shunday ekan, shularga ikki og'iz yaxshi niyatlaringizni izhor qilib qo'ysangiz bo'ladi. Canım singil canım.
Ming bora rahmat seni bergan Xudoga. Men juda ham xursandman. Uzoqda bo'lsam ham sen bilan aloqa qilayotganligim uchun. Baxtimga hammanglar omon bo'linglar. Sizlarni har doim duo qilib yurishimni, sizlar har doim bilishinglarni xohlayman. Baringlarni umringlar uzoq, taninglar sog', baxt, omad har doim sizlarga mo'l ko'l bo'lib yog'ilib tursin. Baringni yaxshi ko'raman. Bolalarim sizlarni ham yaxshi ko'raman. Shavkatim kelmading, lekin yuragim sen bilan birga. Seni yaxshi ko'raman asalim. Aman bo'l, topqanlaringga fayz va barakat bersin. Sen birini bersang, Xudo senga mingni bersin. Yaratganni o'zi qaytda yursang, o'z panohingda asrasin. Boshlaring toshdan bo'lsin, bolam. Aman bo'lgin. Sog' bo'ling. Haqiqatan ham Shavkat akam aytib yubordi, oramizdagi musofa uzoq bo'lsa ham, lekin qalban onam oldidaman. Xursandman onamni tug'ilgan kunlardan, lekin bir tomonda yuragim sal birta joyi to'lmay turibdi. Sababi xursandchilik kunida onamni bir hidlarni hidlab bag'rimga bosib tabriklay olmayapman, lekin borganimda albatta o'zimni atab qo'ygan sovg'alarim bor, Xudo xolasa. O'zim spesial surprizlarim bor, onamga o'zim taqdim qilaman. Mani baxtimga sog' bo'lsin deb yaxshi niyatlarni izhor qildi. Tan joningiz sog' bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yana bir karasini chin yurakdan tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Bugun sizlarga chin yurakdan xizmat qilgan Otam davlatim, onam jannatim loyihasi bo'ldi. Videolarimizga olayotgan Ahror Media video studiyasining ijodkorlari Azim ukamiz bizni chiroyli qilib dovushlarimizni chiqarib berayotgan Murahror Mirmadiyev va mobilograf ukamiz shogirdimiz Ali Muhammadjonov va albatta Kamina Sardarxon Akmalxonovich xizmatinglarda bo'ldik. Eshitganinglarga, ko'rganinglarga rozi bo'lib qo'yasizlar. Tan joningiz sog' bo'lsin. Xizmatdagi san'atkorlarga ham kattakon o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ana endi onam bilan Ahmadjon ukam chiroyli qilib davrada xiromaylar bersin. Uzoqdagilar kutishyapti, ko'rishgisi kelyapti. Shuni ekan davraga taklif qilamiz. Azizlar chiroyli qarsaklar bilan qo'llab tursanglar, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Xursandchilik kun muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Ahmadjon, ha? Onam jonim, onam gulu rayhonim, onam siz yonimda yursangiz yo'qdir armonim, onam. Onam jonim, onam gulu rayhonim, onam bu 5 kunlik hayotda siz boru yo'g'im, onam. Bu 5 kunlik hayotda siz boru yo'g'im, onam. Farzand uchun borini sarf etar imkonini, farzand uchun borini sarf etar imkonini. Baxtli bo'lsinlar debon asramas o'z jonini, baxtli bo'lsinlar debon asramas o'z jonini. Onam hoji, onam umrim gul toji, onam bizga bergan mehrini yo'q sira boji, onam. Onam jonim, onam umrim gul toji, onam siz yonimda yursangiz yo'qdir armonim, onam. Jannatimsiz, hayotda ibratimsiz, ko'zlarimga to'tiyor bebaho davlatimsiz. Onam jonim, onam gulu rayhonim, onam siz yonimda yursangiz yo'qdir armonim, onam. Onam hoji, onam umrim gul toji, onam bizga bergan mehrini yo'q sira boji, onam.
onamma jonim onam, onamma hoji onam, onamma jonim onam. Ay rahmat, salomat bo'ling. Rizbo opa, umringiz uzoq, tani joningiz sog' bo'lsin.